İstanbul'daki Istiqbo'g'raxon ilm va madaniyat vaqfi, Sharq Turkiston tadqiqot vaqfi va Anqaradagi Uyg'ur ilm va madaniyat tadqiqoti vaqfi qatorliq jamiyatlarning birlikda uyushtirishi bilan Turkiyadagi to'liq o'tirg'i ko'chish imtihoni legisida yuqori nomer olgan 41 nafar Uyg'ur o'quvchi mukofotlandi. Bu yil Turkiyada to'liq o'tirg'i ko'chish imtihonida 488 nomer olgan 2 Uyg'ur o'quvchi birinchi darajalik mukofotga erishgan bo'lib, ikkisiga birdan olma markali xotira kompyuteri, ikkinchi darajalik mukofotga erishgan 2 o'quvchiga birdan HP markali xotira kompyuteri, 3-darajalik mukofotga erishgan 2 o'quvchiga birdan Samsung taxta kompyuteri mukofot berildi. Bundan boshqa imtihonda 400 dan yuqori nomer olgan 35 o'quvchining har biriga 1000 liradan naqd mukofot berildi. Turpan shaharlik meteorologiya stantsiyasining xabar qilishicha, Turpan shahri Elqut rayoni Ostona Yesi rayonidagi avtomatik meteorologiya punktining ko'rsatishicha 16-iyul soat 19 dan 7 minut o'tganda temperatura 52.2 Selsiya gradusga yetib, tarixdagi o'xshash mazgildagi eng yuqori temperatura chekidan oshib ketgan. 16-iyul Urumchi vaqti soat 13 da Turpan Yalquntog' manzara rayonidagi g'oyat zo'r termometrda ko'rsatilishicha, yer yuzi temperaturasi 80 Selsiya gradusga yetgan. Amerikaning xalqaro uchur texnologiya shirkati Hewlett Packard bu yil millionlagan shaxsiy va savdo kompyuterlarining ishlab chiqarishini Tailand va Meksika qatorliq davlatlarga yo'tkamoqchi bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Hewlett Packard shirkati bu yil bir qancha milliondan 5 milliongacha kompyuterni Xitoydan boshqa davlatlarga yo'tkab ishlab chiqarmoqchi ekan. Hewlett Packard shirkati o'tgan yili dunyoni 55 million 200 ming PC kompyuter bilan ta'minlagan. Ukraina urushidan keyin texnik yaqinlashgan Xitoy bilan Rossiya harbiy hamkorlikni kengaytmoqda. Ikki davlat Yaponiyaga yaqin joyda eng chong birlashma havo va dengiz armiya manevri orqali G'arb va ittifoqdoshlariga kuch ko'rsatmoqda. Ikki davlat armiyasiga taban nurg'un dengiz va havo qismlari manevrga qatnashayotgan bo'lib, qachongacha davomlashadiganligi aniq emas ekan. Xitoy Kommunist partiyasi Markaziy tashqi munosabatlar komiteti ishxonasining mudiri Wang Yi va Amerika prezidentining kelimat alohida vakili John Kerrini Xitoy poytaxti Beyjingda uchrashdi. Yig'in jarayonida Kerrini konu do'stim deb tasvirlagan Wang Yi davlatlar o'rtasidagi hamkorlik Xitoy-Amerika munosabatining taraqqiyotiga bevosita holda ilgariladi dedi. Kerri bo'lsa, Amerikaning yer sharining isib ketishidan kelib chiqqan klimat krizisini hal qilishda Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni qaytadan taraqqiy qildirish uchun yo'l izlayotganligini ta'kidladi. Turkiya prezidenti Erdo'g'an Paris qo'ltiq ziyaratining 2-bekatida Qatar amiri Sheyx Tamim bin Hamad Al Sani bilan ko'rishdi. Ikki rahbarning Lusail ordusida berilgan uchrashuvidan keyin vakillar o'miga o'tirsida yig'in o'tkazildi. Orqadan Turkiya bilan Qatar o'tirsida diplomatik munosabat o'rnatilganligining 50 yillik munosabati bilan birlashma bayonot imzolandi. Amerikaning dаңlıq diplomati Henry Kissinger tuyuqsiz Beyjingda paydo bo'lib, Xitoy davlat mudofaa ministrligining bayonotida Kissingerning Xitoyning do'sti ekanligini aytganligi va Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi do'stona aloqaning Amerikadagi bir qism kishilarning Xitoyni yarim yo'lda qo'yishi bilan buzilganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Bu ziyorat Kissingerning 52 yil ilgari Xitoyga qilgan maxfiy ziyoratining xotira kuniga to'g'ri kelgan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov barliq ma'murlarning qirg'izchani davlat tili sifatida qo'llanishni talab qilgan qonunni imzoladi. 5-oyda Qirg'iziston parlamentining vakillari ma'qullagan bu qonunga asosan qirg'izcha har darajalik davlat organlari, yerlik hukumatlar, korxona, organlar va tashkilotlarning faoliyatida majburiy ishlatiladi.